O'zbekistonda o'zboshimchalik bilan qurilgan uylarni rasmiylashtirishning yangi tartibi joriy etildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston fuqarolariga qurilish uchun ajratilgan yer uchastkalarida barpo etilgan va shu jumladan o'zboshimchalik bilan qurilgan uy-joy inshootlarini rasmiylashtirish hamda ularni yagona tartibda hisobga olish bo'yicha yangi mexanizmlar joriy etilishi mumkin. Bu haqida 2-dekabr kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan ajratilgan yoki realizatsiya qilingan yer uchastkalarida qurilgan bino inshootlar tizimlarini hisobga olish, joriy etish va chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarorida so'z boradi. Qayd etilishicha, mazkur hujjat o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga, shuningdek, ularda qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun ijrosini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Kadastr loyihasiga ko'ra, qonun doirasida tashkil etilgan ishchi guruhlar barcha turdagi ko'chmas mulklarni xatlovdan o'tkazadi. Bu jarayon uchun yer uchastkalari egalaridan ariza talab etilmaydi. Ajratilgan yoki realizatsiya qilingan yer uchastkalaridan o'zboshimchalik bilan qurilgan uy inshootlari haqida ma'lumotlarni e'tirof etish axborot tizimiga kiritiladi. Kadastr agentligi tomonidan joylashtirilishga ruxsat berilgan inshoot binolari bo'lgan huquqlarni belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazadi. Shuningdek, xatlov jarayonida o'zboshimchalik bilan qurilgan holatlar aniqlansa, fuqarolarga uy va inshootlarni qanday tartibda rasmiylashtirish bo'yicha tushuntirish ishlari olib boriladi. Xatlov ishlari tugallangandan keyin 3 oy ichida qurish uchun ajratilgan yer maydonlaridagi o'zboshimchalik bilan barpo etilgan uy-joylarni rasmiylashtirilmasa, bu obyektlar to'g'risidagi ma'lumotlar kadastr agentligi tomonidan Soliq qo'mitasiga, qurish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan esa tegishli nazorat inspeksiyasiga taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Vazirlar Mahkamasining joriy yilgi 27-may kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarida hamda ularga qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun amalga oshirilishi bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar haqidagi qaror bilan va o'sha turga qarab ularga kadastr pasportini rasmiylashtirish muddati uzaytirilgan edi, deyiladi ma'lumotda. Azizlar, videoga like bosib, ushbu videoni yaqinlaringizga ham yuborib, tezda ogohlantirib qo'ying.